Sizni Cobalt'ingizga shu paytgacha normalniy summa ketdi. Ranglari shunaqangi o'zimga yoqdi. Hali dalshi расход ketadi. Ya'ni $5000 dan $6000 Diskani O'zbekistonda yo'g'idan taqamiz, zakaz qo'yganman. Salonlari go'zal bo'ladi. Akalar, avtozonga kelganman hozir. Motori yo'q. Motoriga okam mehrni qattiqini berib qo'yganman, deyaptilar. Motori tayyor qilib qo'yganmiz, stok holatda. Faqat bitta nosi bor, aka. Gazni olib tashlash kerak shuncha mehnatga. Gazni olib tashlaydigan bo'lsa, gaz sizlarga hadya bo'ladi. Kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozing. Eng ko'p like yig'gan insonga gaz hadya qilinadi. Inshaalloh aka qanchalarda keling? Bir kunda qilib beramiz. Inshaalloh bir kundan ko'rishamiz. Cobalt motori tayyor bo'libdi-yu. Zavat qilishdan oldin valvali moyidan quymasa bo'lmaydi. Mana qarang, rangi ro'yini ko'ryapsizmi? Вообще go'zal-ku. Aka, zavat qilamizmi? Hozir siz buni ovozini eshiting, вообще maza qilasiz. Ovozlaridan aka soatda ishlayapti-yu. Aka, polniy hadovoylari bo'ldi. Yutib olgan odam maza qilsin deb polniy hadovoylarigacha qilib qo'yganmiz. Maza qilib haydashadi. Akalarimizdan avtozonli akalarimiz baraka topsin. Mashinani hech qanaqa ishi yo'q akalar. Sizlarning mashinangizga bekordan bekor valvaling quymadik. Sababi valvaling moyini deksiz bir Gen 3 aynan hozircha valvaling moyda bor. Gen 3 nima beradi deydigan bo'lsanglar, yuqori tekshiruvlardan keyin beriladigan ruxsatnoma. Akalar, nima deyman? Mehr ko'zda dilxirali bo'lmasa, moyi quyishga quydi. Endi nima qilamiz? Okay. Salonni polniy tikamiz. Diskalar taqqandan keyin kimgadir beraveramiz. Kim yutib olsa ham maza qilib haydaydi.